Assalomu alaykum. Uzoqdagi yaqinlarim o'zimcha mana bloger bo'laman deb mana video qilyapman. Endi bu YouTube ga qo'ysam hali qo'yiladimi, qo'yilmaydimi bilmayman. Mabodo qo'yilib qolsa gap so'zlarimizdan kamchilik bo'lsa uzr so'raymiz hammalayindan. O'zimizning xonadonimizdagi buqalar sotiladi. Bemalol naslga tushadi, qoni toza, oyoq qo'li but. Bir dona kichkinasi ham bor. Ikkita zotga yaraydigani bor. Ularning bo'ylari ashinasiniki 1.45, mana 1.35. Chiroyli narsalar. Buni ham oyoq qo'li sog'. Mana kichkintoy ham polni sutdan chiqib yem hashakka o'tib qolgan. Toza sementar. Shoqini kuydiradigan payti bo'lib qoldi. Bular fermadan olingan yoshligida tanishlarga sotilgan, tanishlar endi sotamiz deshuvdi, qaytarib oldik. Biz ham sotamiz. Mana kichkinasi 4 oylik. Bo'ylari shu boringki 1.5. O'nning kallasini ko'tarmaydigan bo'lib qo'ygan. Mana 13 oylik. Sog'lom. Mana bunisi 12 oylik. Endi veslarini bilmayman, taxminan 500 kiloni yonaveradi. 500 kilodancha teparoq mana bunisi. Bo'y basti bor, jasadi kattarog'idan. Rangi qizil. Shoxlari kuydirilgan. Kelib ustida kelishib, gaplashib osonlayin bo'laveradi. Mana kichigi. Rangi novvoscha. Buni ham oyoqlari yaxshisidan istagan. Hammasi toza sementar. Endi bularning narxlariga kelsak, mana bunisi 33 million kami bor. Mana polvoni 34 million kami bor. Mana maydamiz. Berib yuboramiz buni ham. Shu 17 ga bo'ladigan 17 million. Mana yeb ichishlari. Uryapti katta mollarni yemidan. Xonamiz juda qorong'i edi. Birinchi videomiz. Agar YouTube ga yaxshi qo'yilib, ikkita odam ko'rib, like bosib qo'ysa, xursand bo'lamiz. Keyingilarni chiroyli qilib chiqaraveramiz. Hozir qo'ldan kelgancha olyapmiz. Birinchi marta. Adresimiz Qo'shtepa tumani, Istiqlol mahallasi. Bu Marg'ilonda. Bunaqalardan serob bo'ladi. Obuna bo'lib bo'lsalaring. Kelishi bilan birinchi bo'lib o'zlaringga yetib boradi. Bozorlarga chiqib yurmaysizlar. Mashinalar bor. Dastavkasini kelishilgan holda qilib beraveramiz. Sifati o'ta go'zallidan. Bunisi ham chiroyli. Bunisi ham chiroyli. Bo'zachasi ham go'zal. Ma. Og'zaki aytib qo'yamiz, nomerlarimizni tagiga yozib qo'yamiz agar yozarsak. Yozolmay qolsak 94lik 499 0200. Agar mana shunaqa mollar sotish kerak bo'lsa,
o'zimiz ham har doim YouTube'ga qo'yib sotamiz desalaring, YouTube'ga qo'yib berish tekin, suv tekin. Boramiz, yaqin joyda bo'lsa borib video qilib qo'yib beraveramiz. Hammalaringga omad tilagan holda birinchi videomizni yakunlaymiz. Bugun 2025-yil 7-mart.